Ya'ni mana ko'zinglar oldida turgan 5 million so'm. Hech qaysi o'zbek YouTube'ida qo'yilmagan priz va hattoki bizga ham xususan bunaqa priz qo'ymaganmiz. Va imенно sizlar bloger bo'lganingiz uchun bu qimmatbaho priz deyiladi. Kamol Qohorov YouTube kanali va har bitta YouTube kanalda shapka profili bo'ladi. Mana bu yerda shapka profili bor, rasm. Da, mana bu yerda shapka profili rasm. Va yutgan jamoani ishtirokchilarini rasmi shu yerda qoladi. Hop. Ya'ni masjidda ura! Yo, mana примерно 6-7 oy shu yerda qoladi. Aniq. Ya'ni biz bir haftada almashtirmaymiz. Hamma taniydimi mana keyin? O'yinni boshida qizlarni vazni 157 kg 100 gram edi. Bolalar jamoasini hisoblashni boshladingizmi, jigarim? Yo'q, mumkin emas. Bolalarni vazni 187. Ne, o'zi shunaqa edi. 0. Ha, 187 kg 300 gram o'yinni boshida. Umumiy bolalarni yig'gan vazni 194 kg 800 gram. 10 kilo yig'ganmi? Yo'q, 187 edi boshida. 8 kilo yig'imiz plus minus. Qizlarning vazni bo'lsa 164-65 gram. Bu degani o'yinni natijasiga ko'ra qizlarning umumiy yig'gan vazni 7 kg 550 gram. Bolalarning umumiy yig'gan vazni 7 kg 300 gram. 200 gram. 200 gram. Bularga vaqt yetmay qolgani, bularning minusi bo'ldi. 200 gram. Qizlar sizlar kelishlardan oldin realni ovqatlan. Men 1 litr suv ichdim, ya'ni seni yoningda yarimta choynik suv ichdim. Men quvasitni qisib tashladim. Potom 2 ta kola ichdim. Azimni qarang, Raqobat ko'rmayapmanmi? Yo'q, to'xtang. Mana realni bu pulni nima qilasizlar? O'zingizlarga qoldirasizlarmi, bo'lasizlarmi? Bo'lam. Bularga ham beramizmi? O'tgan Yo'q, safar bu pul sizlarga emas. Chunki bolalar 12 kg yig'gan. Hey, to'g'ri.